Mana qarang aka, mashinamiz xudo xolisa tayyor. Samaradan yo'lga chiqib ketdi. Aka telefonni oling. Mana akam bo'ladi. Bu yerda maqtaydigan holat chiqib qoldi-da. Shepga gaplashgan, shep bilan gaplashgan. Shep bilan qarang aka. Otaxonni din rождениялari bugun. Tug'ilgan kunimi bugun? Otaxonni tug'ilgan kunlari mana bugun. Gap yo'q, naryoqda. Yo'q, yozishganini ko'rsating. Yozishgan ham bor. Shunda telefon qilsam bo'lmaydi? Mana qarang, yo'q deb turing telefon. O'chiraylik. O'chiring. Hop. Mana qarang aka. 10 ming. Endi ularni tashib ko'rsating. Ularni ko'rsatib qo'ying. Qizig'i kuniga deyapti. Aka, ertaman turaman. Shu bomnotdan keyin o'zini dolyasi bor otaxonni. Ashinisini tashlayman deyapti. Gap so'z yo'q. Lekin birotta ishi chotki. Hamma bor ekan, lekin hamma narsa mashindan deyapti. Duodan, shu anaqadan deyapti. Aka, Shunaqangi duodan, ota-onamni duosini olaylasizlar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. meni lekin Amerikaga borishimga endi 100% ishon. 100% inshaalloh. 100%. Mana bizlar. Hoji bobo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu O'zbekistondan bloger akalar. bloger O'zbekistondan baraka topinglar. Joni sog' bo'lsin. 65 yoshda olasiz. 65 yosh tug'ilgan kuningiz bilan. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Duo qilib qo'yasiz, biz ham safarga ketyapmiz. Baraka Mana shu O'zbekistonni qayerdan? Andijon mana shu mashinada mana Amerikaga ketishyapti, Zaporojda. Baraka toping iloyim. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Aytsangiz kelsin. Boshlagan safarlaring iloyim. Sizlarni murod maqsadlaringga yetishsin. Joni sog' bo'lsin. Amerikaga bormam, bizga qo'ng'iroq qiling. O'g'lim bilan aloqalaring bir bo'lsin bo'llari. Gap yo'q, gap yo'q. Alloh baloida asrasin, Ozodjon. do'stga zo'r, dushmanga muhtoj qilmasin. O't balo, suv balo, quruq tuhmat, bemahal o'limdan asrasin. Aytganingiz kelsin. Hamisha murod maqsadlaring oldinda bo'lsin. Ota-onalaring duolarini olgan egasini bo'llari Alloh nazaridan o'tsin. Nima yaxshilarlaring bo'lsa Alloh taolo yetkazsin iloyim. Baraka topinglar, baraka toping. Kam bo'lmaylar. Xo'p, hoji bobo, Joni bo'ldi. sog' bo'lsin. Prezidentlaring ham Shavkat Mirziyoyev mana Putin bovaning yoniga borib turdi og'ir kunlarda. Kam bo'lmasin prezidentdan shunchalar sharoitni qilib berdi o'zbek xalqimizga. Kam bo'lmaysizlar xudo xolasa. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Bo'pti dada. Xo'p. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Mayli. Alloh Xo'p, xo'p. Barakalloh bo'llari. Barakalloh.